Temirxon ustadan haqiqiy qo'lbola etigimiz tayyor bo'ldi. Hali qimmat italyanskiy tuflilar bo'ladi-yu, bu haqiqiy o'zbekskiy mana etik bo'ldi. Buni kiyib olib otlarda sayr qilish odamga boshqacha komfort beradi. Otlardan, juganlarni, egarlarni qimmatdan toshlilardan olinadi. Endi etiklarga mana navbat. Etiklarimiz haqiqiy mana tuklarigacha turgan terilardan tayyorlaganmiz. Olaxon deyiladi-yu, mollar o'shanaqangi olaxon etiklardan bo'lganda, Hojiboyda askariyasida masha deydi-yu, o'shanaqangi bo'lgan etik mana ideal holatda. Yana bitta buni afzalligi bor. Toza qo'lbola qilib tikib chiqqanmiz. Toza charmda ham miqda urilgan, ham tikib chiqilgan. Mana qo'l mehnatida uchlariga ham temirlardan, zanglamaydigan temirlardan qoqib chiqqanmiz. Mana tikilgan choklarigacha qo'lbola tuklarini qaranglar. Bu odam kiyganda ham maza qilib kiyib yuradi. Ichlariga mana fabrikni terilar. Shuncha mehnatimizga lak olsa do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Bu etikni qilib olguncha qancha vaqtimiz ketdi. Bu etikni har bitta joyini asrab, avaylab tayyorladik.